Ushbu Gentra'ni egalari nomerlari. Shumkachalari ham bor ekan. Polni shumka. Polni shumka qilingan ekan. Arkeda, krilo hamma joyi bo'lgan. 100% shumka qilingan ekan. Mazza qilib minilayotgan mashina ekan. Kimga qiziq bo'lsa, ana shu nomerlarga aloqaga chiqib bosishimiz mumkin. Uyaltirib qo'ymaydigan mashina. 2022 kraskasi toza, chexol, polik, folt, metan, polni shumka. Ha. Turbolan normalni. Yuriydi turbolan hali 50 ming yurib beradi. Mashina toza, hamma joy. 143 millionga bermadim. Bozorga. So'ralish necha bo'lyapti? So'ralish 149 deyapman, 146 bo'lsa beraman. 45 ga ham berasiz, ko'ngillasak. Ha. 68 ming probek, halol probek. 68 ming probekda 145 million so'm bo'lsa beriladi. Beriladi. Yashang. Demak, kraskasi top-toza, 68 ming probekda, mashina yoqilg'i 4-paketli metan. Metan. Balonlari yaxshi holatda, hozir ko'rsatamiz. Bunga ham hamma tuzuklik qilib qo'yilgan ekan, 3-pozitsiya. Qora variantidan katta bola bo'lib yuraman degan azizlarimiz uchun. Qorasini yoqtirganlar uchun mana qorasini ham topib qo'ydik. Bu mashinani ko'rdingizlar, 145 million so'm bo'lsa berar ekanlar. Kimga qiziq bo'lsa nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqib bosishlaringiz mumkin. Hech qanday kamchilik yo'q buni ham, xudo xolasa. Olish kerak, minish kerak. Faqat yoqilg'i. Yoqilg'i. Generalni ham chiqar. Ha, gen ham chiqar ekan.